Kantip zeyn açıladi. Qara, zeyn açılış uchun adamda taqvochilik ko'yish kerak. Bas. Badam yeyish kerak, zaytun ichish kerak. Ma'qul, ichaver. Zaytunda je, badamda je. Biroq insonning taqvochiligine jarasha Alloh taolo ilm beradi. Vattaqulloha va yuallimukumulloh. Sizlar taqvo bo'linglar, Alloh sizlarga ilm beradi. O'sha Qur'oni Karimni ochgandan boshlab jopqangacha qarab, je ko'zni yumib, je Qur'onni qarab o'qu. Ko'p qarab o'qu. Shuna zeyn açıladi. Anan har bir savoq bitganda, masalan, savoq bitdi vaqti javob Allohdan so'ra. Robbi shrah li sadrini o'qi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shuni o'qi. Robbi zidni ilma. Shuni o'qi. Duolarni o'qi. Alloh taolo ochadi. O'qiy bergandan zeyn açıladi. Allohga deydi, Alloh zeyn qaznasi sen o'zing qo'lingda. Allah mağa da o'sha zeyn qaznaqdan zeyn beray Allah. Düşünük beray Allah. Jattag'anim unutpay turgan sifat beray Allah. Sanuqri'uka fala tansa degan oyat bor. Alloh payg'ambarimizga aytgan, men seni o'qitaman, sen unutpaysan. Shu oyatlarni o'qiylik. Alloh taoladan duo qilaylik, harakat qilaylik. Zeyning o'shani bilan ochiladi. Qalanchi dori tugunchini men bilmayman, men tavib emasman. Zeynda acha turgan narsa shu taqvochilik, ko'zni saqtaganda. Ko'zni qancha saqtasang, o'shuncha zeyning kuchayadi. Ana Qur'onni qarab o'qiyver, duo qilaver.